Demak, keyingi muhim ishimiz, demak CRM ga kiramiz va CRM ga aynan mana shu opportunities degan joyga kelsak, bizda ko'rinadi, demak, CRM imiz, ya'ni kim qaysi setupda, qaysi mijoz bilan qanaqa ishlayapmiz shu to'g'risida. Endi biz o'zimizda voronkamizni sozlab olish uchun pipelines degan joyga kiramiz. Pipeline degan voronka degan ma'noda. Ya'ni creative pipeline, masalan, aytaylik 20 Facebookdan sizlar alohida reklamalaringiz kelyapti. Facebook Ads, Meta Ads deb qo'yamiz. Meta Ads yoki siz O'zbekistonga alohida reklama yoqsangiz, UzBleeds masalan. Shunga o'xshab turib nomlaysiz. Bu pipeline nomi, ya'ni bir marketing kompaniyasining nomi bo'ladi. Aytaylik biz faqat 2026-yil, aytaylik 26-yil webinar uchun, misol qanaqadir webinar qilayotgan bo'lsak, onlayn taqdimot qilayotgan bo'lsak yoki bo'lmasam ochiq eshiklar kuni qilayotgan bo'lsak, xullas qanaqadir bir marketing kompaniyasini qo'yamiz. Aytaylik 2026-yil webinar mayli, ochiq darslar. Xullas bu yerga bir kompaniyaning nomini qo'ysangiz bo'ladi. Agar sizning kompaniyalaringiz ko'p bo'lmasa, faqat bir xil usulda marketing yoqsangiz, bir xil usulda turaversin. Hech qanday muammosi yo'q. Demak, yangi lead ko'ryapsiz, osongina. Ikkinchisi ikkinchisi qabul qildim deb qo'yaylik. Uchinchisi bog'landim. Demak, keyingisi bog'landim va ehtiyojini aniqladim-da, bunday qilgan. Mayli. Bog'lanish mumkin, lekin hali ehtiyojni aniqlay olmasligi mumkin. Ehtiyojni aniqladim. Demak, bizga yana kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerga yozamiz. Keyingisi uchrashuvga chaqirdim. Misol uchun uchrashuv belgiladim yoki bo'lmasa. Keyingisi uchrashdim, ya'ni ofisga chaqirdim, ya'ni ofisga keldim mijoz. Ofisda uchrashdim. Misol uchrashuvga olib keladigan bo'lsangiz. Keyingisi boshlang'ich to'lovni to'ladi. Boshlang'ich to'lov to'ladi. Down payment deylik. Down payment amal. Bron to'ladi deb qo'yamiz. Bron to'ladi. Shunday qilib turib, voronkangizni yozib chiqasiz. Bunchalik ko'p bo'lishi shart emas. Voronka yasayotganda ikkita narsaga e'tibor berish kerak. Yoki birinchisi, yoki protsess bo'lishi kerak yoki natija bo'lishi kerak. Ya'ni masalan, uchrashuvga chaqirdim, bu demak natija. Ehtiyojni aniqladim, bu natija. Bog'landim, bu ham natija. Qabul qildim, bu ham natija. Endi qarang, mana ofisda uchrashdim emasda, qaror qilish deb yozib qo'ysangiz bo'ladi. Bunda qaror qilishda, demak, qaror qilayotgan odamlarni o'tkazasiz. Uchrashuvga chaqirdim, uchrashuvga chaqirish qilib qo'ysangiz, bu degani hali uchrashuvga endi chaqirib keladigan deganda, bunday qarang. Shunga o'xshab turib, demak, yo rezultatini yoki bo'lmasam protsessni yozib chiqishingiz kerak. Odatda biz protsess rezultatini qilamiz. Bog'landim, qabul qildim, ehtiyojni aniqladim, uchrashuvga chaqirdim yoki uchrashuvga chaqirdimmi? Keyingisi uchrashdim. Keyingisi biron to'ladi, ya'ni rezultatga bog'langan bo'ladi. Create qilamiz. Bo'ldi, bizda demak create ana qilsak, voronkamiz tayyor bo'ldi. Endi 2026-yilda qaraydigan bo'lsak, bizga qilib chiqqan narsa o'sha yerda paydo bo'lyapti. Demak, pipeline-ni ko'rdingiz, juda ham oson, juda ham sodda narsa. Endi shu bilan birgalikda xodimlarni qanday qilib CRM da ishlatish to'g'risida qisqacha tushuntirib o'taman. Demak, bu saytda mana bu yerga olib o'tamiz. Bu yerdan bu yerga qachonki gaplashsak va keyingi bosqichga o'tkazsak. Bu birinchisi. Demak, shunaqa o'tkazsak bo'ladi. Ikkinchisi, Instagramdan mana bu yerda bosadigan bo'lsangiz agar, Instagramdan bo'ladigan suhbatlar, har qanday masalalar mana shu yerda yozilib ketadi mana. Demak, Instagramdan yozgan va sun'iy intellektimiz bor bizda. Aynan mana shu sun'iy intellekt javob bergan va hatto o'sha sun'iy intellektni o'zi mana shu yerga CRM ga olib kelib qo'ygan hisoblanadi. Demak, birinchisi WhatsAppdan yozgan yoki umuman olganda suhbatlarning hammasi mana shu klient bilan bo'lgan hamma istoriyani ko'rsa bo'ladi. Ikkinchisi tag qo'shsa bo'ladi. Ya'ni tag qo'shish, misol uchun aytaylik, issiq mijoz ekan degan narsani yozib qo'ymoqchisiz shunga. Shu qiziqdi deb turib, misol issiq degan ro'yxat qilib qo'ysangiz, keyin siz filtrni belgilagan paytda faqat mana shu issiqlarni ko'rsatmanga, esimda shvet qolmasin, mana shu mijozim alohida e'tibor qaratishim kerak ekan deydigan bo'lsangiz, shunga o'xshagan tag qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Keyingisi, bu yerda note, albatta har bir klient bilan yozib gaplashgandan keyin mana bu yerga demak eslatma yozib qo'yish kerak. Bunday bo'ldi deb save qilib qo'yasiz, bo'ldi. Demak, nima bo'ladi? Eslatma tarzida turadi. Endi keyingisi vazifa, har bir klientga vazifa belgilasangiz bo'ladi. Mana bu paytda gaplashamiz, anaqa bo'ladi. Mana bu paytda demak bajarishim kerak bo'ladi. Vaqtim mana bunaqa paytda bo'ladi. Agar bu qayta bo'lib turadigan bo'lsa, ya'ni to sotib olmaguncha har 2-3 kunda gaplashib turmoqchisiz, masalan. Bu yerda repeats after 2 days yo 3 days deb qo'yasiz. Qachon tugaydi, hech qachon tugamaydi. Qachon sotib olgan paytingizda demak nima bo'ladi? Ko'rsatib turadi. Agar yangisini yarat, agar eskisini muddati o'tgan bo'lsa deyapti. Keyingisi, kimga assign qilay, ya'ni kimga va bu xodimni kimga biriktiraylik desa, ya'ni mana shu vazifalar. Bu yerga xodim biriktiriladi, tanlanadi va save bosiladi. Tamom? Demak, juda ham oson. Endi keyingisi, bu yerda uchrashuv belgilash tartibi, bu yerda uchrashuv belgilashda masalan, xodimni kalendari tanlanadi, sanasi tanlanadi bu yerda
vaqti tanlanadi. Biz O'zbekiston vaqtini belgilaganimiz shuning uchun kerak edi. Mana shu yerda kerak edi. Mana book appointment qilsak bo'ldi, shu tayyor bo'ldi. Endi asosiy joyi xodim mijozni asosiy kartochkasi mana shu yerda turadi. Mana shu bosqichda turibdi. Keyingi bosqichga mana orqali o'tkazib qo'ysak bo'ladi. Keyingi status bu yerda egasiga albatta demak xodim o'zini belgilab ketishi kerak. Bundan tashqari misol bo'lim boshlig'iga mana shu followersga sen ham kuzatib tur shu litni deb belgilab qo'ysak bo'ladi. Bo'ldi, update qilamiz, tamom, hamma narsa saqlanib bo'ldi. Demak, kartochkasini ko'rdik klientni. Demak, mana bu yerda vazifa, not yozish, uchrashuv belgilash va undan tashqari yana bu yerda bo'ldi. Всё. Demak, vроде бы hamma narsani qilishga ulguribmiz. E'tibor uchun rahmat. Demak, pipeline yasash va undan tashqari lead bilan qanday ishlash to'g'risida. Mana bu yerga o'tkazasiz, keyin buni demak bu yoqqa o'tkazasiz. Juda ham oson, sodda. Ichkaridan o'tkazmoqchi bo'lsangiz, masalan, endi nima qilamizda, qabul qildimga o'tkazib qo'yamiz, misol uchun. Va keyingi bosqichga o'tkazib qo'yamiz. Tamom.